Ko'pchilik konditsioner motorni hajmiga qaraydi-ku, lekin og'irligi va ichidagi mahsulotiga ahamiyat bermaydi. Asosiy siri nimada? Mana bu motor katta bo'lgani bilan 21 kilo, bu esa 27 kilo. Hozir ichini ochib ko'rsatamiz. Qaysinisini ichini ochib olamiz. Endi bo'lsa boshqa brendnikini ochamiz. Bu brendning nomini aytib o'tolmaymiz-ku. Bu ham yaxshi brend. Endi bo'lsa ikkinchisi. Bu modelimizning fenini ham kattaligini ko'ringlar. Naq 92 sm bo'ladi. Uncha konditsionerda bunaqa katta fen yo'q. Yana bitta yutuq tarafi, bu konditsioner Wi-Fi ga ulanadi. To'rda uslubda havoni haydaydi va filtrlari antibakterial filtrli. Super DC inverter hisoblanadi. Kompressoriga bo'lsa 5 yil kafolat beriladi. Mana ko'rishingiz mumkin, asosiy siri nimada? Radiatori 2 qavatdan iborat, boshqa brendniki bo'lsa, ko'rishingiz mumkin 1 qavatdan iborat. O'shaning uchun aynan shu Hisense brendimizning kuchini 18 talik bilan tenglashtira olamiz. Deyarli 99% konditsionerlarda radiatorning qoplamasi zanglashga qarshi bo'ladi. Bu hamma konditsionerlarda bor. Hisense brendining Expert Pro 12 talik modelini narxini aytib o'tishimdan oldin yana bitta asosiy masalasini aytib o'tmoqchiman. Aynan shu konditsionerda kompressori JMCC, ya'ni dunyo bo'yicha yuqori o'rinlarda turadigan kompressor qo'yilgan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, $329 qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat.